Xonadonni eng katta o'g'illari, kuyovlarga beraman. Mana yigit degani mana bo'yi uzun bo'ladi-da, mana shunaqa. Menga o'xshab uzun bo'ladi. Bundalari qirmurun bo'ladi. Hozir Qozog'istonimizda-chi ekologiya buzilib, bunaqa bo'yi uzun insonlar kamayib ketyapti. Bizlar bilan rasmga tushib olsanglar bo'ladi. Keling. Assalomu alaykum hammaga. Ada sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Yoshingizga yosh qo'shilsin. Iloyim opay bilan qo'sha qarib shu navaralarga hammasiga bosh qo'yib berardilar. Rahmat. Endi men mikrofonni Saidahmad akam bilan Manzura opamni oq qorasi, jannati, qizlari Dilshodaga beraman. Ismlari ham o'zgacha, o'zi ham o'zgacha. Yoshi oshib 40 ga ketib borsa ham har doim 16 yosh bo'lib erkalanib yuradigan singlim Dilshodaga. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yoshingizga yosh qo'shilsin. Hammadan burun sizga rahmat aytaman. Потому что men kichkinaligimda yozishga, chizishga, mana shu даже ovchi bo'lishni siz sababchi bo'lgansiz. Dars kerak bo'lsa ovqat qilishlargacha o'zingiz o'rgatgansiz. Hech qachon esimdan chiqmaydi. Har doim faxrlanib yuraman siz bilan. Потому что mana shu paytga kelgan hamma достиженияларым tagida siz turibsiz. Baringizga shukr. Bu hayotda sizdan keyin men hamma maqtan tutadi. Har doim mana shunday o'rtamizda so'ynab, kulib yuring. Baringizga shukr. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Xudo xohlasa nevaralaringizni, evaralaringizni to'yini ko'rish nasib qilsin. O'rtamizda mana shunday yuraman. Tug'ilganingizga tabriklayman. Assalomu alaykum hamma mehmonlar, kelgan aziz adamlar, aka ukalarim, tog'alarim hammasiga mingdan ming rahmat. Shu kunda bizlar bilan birga xursandchilikni barhamon ko'rganingizlar uchun sizlarga yana bir marta katta rahmat. Shu fursatdan foydalanib, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Aramizda o'ynab kulib, yuzlarga kiring. Har yili mana shunaqa dasturxon qilish bizlarga qiyinchilik tug'dirmas. O'ynab kulib yuring. Beratan haqiqalarimiz o'z dargohida qabul bo'lsin. Tabriklayman Adil. Bari sizdan oldingizda. Siz uchun. Jamshid o'zim akam endi kelinlarga podxod qilmasak bo'lmaydi. Hozir shunaqa zamon bo'lib qolgan. Men mikrofonni Manzura opamni qizlariga beraman, Munavvarga. Munavvar mayli chin dildan yaxshi ko'rib hurmat qilasiz moyingizni, bizani. Yoki endi bilmadimmi, chin dildan rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Manzura opam bilan har kuni ko'rsam Matluba Allohga qayerib yoqqanini bilmayman-u. Menga shunaqa mehnatkash, mehribon, toza, ozoda kelin berganiga shukr deb har doim minnatdorchilik bildirib qayta-qayta aytadi. Ba'zida Munavvar sizni erkaligingizdan ham menga jalb qilib aytganda aytaman. Manzura opa, sizni yoshingiz nechida-yu, Munavvarni yoshi nechida? Hali u bola. U ham kimgadir erkalik qilish kerak-da. Qo'shnilari ham yo'q Manzura opamni. Bir toqqa berib qo'ygan, ikkita bolasi bilan o'tirgandan keyin
Munavvar ham erkalik qilib turadi ba'zida. Men mikrofonni Munavvarga beraman. Manzur opa, o'zbekda bir gap bor. Qizing yaxshi bo'lsa bir baxt, o'g'ling yaxshi bo'lsa ming baxt, kelining yaxshi bo'lsa deydi, chin baxt deydi. Dunyodagi eng chin baxtli qaynonasi. Keling Munavvar. Assalomu alaykum. Yaqinlarim, xush kelibsizlar. Bag'rimlarga shukr, kelganinglarga rahmat. Ayi, ada, bag'rimlarga shukr. Tug'ilgan kuningiz bilan ada. Yaxshisi yaxshi qo'shilsin, umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha baxtimizni ayi bilan qo'sha qaring. Baxtimizga omon bo'l. Hamisha nevarangiz baxtiga sog' omon bo'l. Bizlar baxtimizga omon bo'l. Ko'p yashang. Ayim bilan ming yil yashang. Adam yosh ko'raman. Bag'rimlarga shukr. Ushlagan paytida yonimdan olib turadi. Поддержка всегда рядом там. Bag'rimlarga shukr. Kelganinglarga ming rahmat. Hurmatimizni qilib. Hammanglarga ming rahmat. Rahmat. Munavvar opalik nasihatim sizga. Mana qayn yurtimda shunaqa san'atkor bo'lsam ham, kuniga ko'p pul topsam ham, shunaqa do'st, birodar orttirsam ham, shunaqa zo'r dasturxonda yursam ham, qayn yurtimni ko'rganda yoshim yashaguncha, boshim yerga tekkuncha har doim ta'zim qilaman. Oilali ayolni yuzida axt ko'rinadi, yig'lasa ko'z yoshida baxt ko'rinadi. Yolg'izlik yaxshimi, yolg'iz ayollar deydi. Oilalisiz Munavvar, yuzingizdan har doim axt. Nimadir hayotda bo'lsa, sinovdir, yaxshi kun, yomon kun, yig'lasangiz ko'z yoshingizdan baxt. Baxtli bo'linglar Jamshid bilan. Jamshid shunaqa mehribon, shunaqa yaxshi o'g'il farzand, meni ham farzandlarim Jamshidga o'xshagan bo'lsin. Niyat qilaman, orzu qilaman, ota-onalarni har doim hurmat qiladi. Munavvar adajoningizga Allohim shunaqa dard beribdi, shifosini ham bersin. Adajoningizga qarab, issiq sovuqlardan qarab mehr beryapsiz o'z qizlaridek. Alloh sizni boshqa narsalar bilan mukofotlaydi. Buni albatta mukofoti bo'ladi, mukofotsiz qilmaydi. Uni u ko'ryapti-yu, ko'rmayapti demang, chin dilingizdan yaxshi mehr berib qarang. Alloh sizni boshqa narsalar bilan mukofotlaydi. Oilalarga ko'z tegmasin Manzur opa. Oilamiz nomidan, butun san'atkorlar nomidan bugungi xursandchilik bilan tabriklayman. Azizlar, kelinglar, agar malol kelmasa bitta chiroyli qarsak chalib qo'ysanglar. Endi bitta chiroyli raqs bo'ladi. Biz tarafdan chiroyli qo'shiq, do'ppili qiz tomonidan bir chiroyli qo'shiq bo'lsin. O'ynamasanglar xafa bo'lamiz. Kiyotara bizdachi kiyotoralar boshlab beradi-da, kiyovlar payg'ambarlar siylagan deydi. Nabirasi bir bujonsiga mana. Qani ketdik shu qo'shiqlarimiz.